alaykum. Ko'pincha shahar sharoitida uyga mehmonlar ko'p kelib turadi va kvartirangizga mebel tanlashga qiynalasiz. Siz uchun ajoyib skandinavskiy stildagi barniy bir modelimiz. Xo'p, ushbu modelimiz Belarusida ishlab chiqarilgan. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 250 ga 160 bo'ladi. Xo'p, pasport dokument 18 oy garantiyalari va instruksiyalar bilan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, karkas qismiga keladigan bo'lsak, karkas qismi massiv buk bilan massiv beryoza 8% namlikdagi ancha yillar davomida xizmat qiladigan mexanizmlari ham baquvvat bo'ladi. Xo'p, to'ldiruvchisiga keladigan bo'lsak, to'ldiruvchi ham Bonnell prujinniy blok plus zmeyka и plus paralon, ya'ni 35-40 plotностьdagi paralonlar ishlatiladi. Yumshoq va ezilib bosilib qoladiganlardan emas. Yaxshisidir. Ko'rib turganingizdek, yostiqlarni olib tashlangan holatda bu tomoni qo'shimcha keng ravishda quladi, ya'ni havo kirish uchun eshikni ochib ketishgan. Xo'p, endi spalniy bo'lishi juda ham qulay. Ko'rib turganingizdek, bitta qo'lda shunchaki ochasiz. O'rtasidan sentr joydan, и plus bu yoqda ham sandiqchasi bor. Narsalaringizni joylashsiz bo'ladi. Xo'p, spalniymizda ko'rganingizdek keng joy. Bemalol 2 kishi yotsa bo'ladi. Hamda yumshoq anatomik effekt bilan. Oyoqlari ham massiv yog'ochdan bo'ladi, baland oyoqchalar. Plus matolariga keladigan bo'lsak, matolari 75,000 marta ishqalashga bardosh beradigan Velour Alpine. Xo'p, kimga shunday divan kerak bo'ladigan bo'lsa, Directga divan so'zini qoldiring, narxlarni sizga yuborib qo'yamiz.